Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Mana Xudo xolasa 400 kiloligimiz ham chiqdi. Mana akkumulyatorlari, taglarini bir ko'rsatib o'taman qo'ldan bo'yicha. Xo'p, qo'shimchasiga magnitofon, bluetooth, telefon zaryad bor, shlim bor, jelatka, oyoq tagiga polik, bokovoy o'ynar, zaryadnik. Mana oldi ko'rinishlarimizni. Olsa taglarini ham ko'rsatib o'tamiz endi. Tag qismlari bu akkumulyatori 50 kuchlidan 6 ta qo'yilgan bo'ladi bunga. Avtomat qo'yilgan, zaryad qilish vositasi mana bu yerda. Mana bu ko'p kishi ligushka. Mana shu ligushka nima o'zi deyishsa, mana shu ligushkasi bo'ladi. Ligushkani bilib olinglar, tormozniki shu. Bunda motor quvvati 1000 lik bo'ladi. Miyasi ham 1000 lik bo'ladi mana. Ramalari turishi. Balonlari mana 5 ga 12 ekan qasi. Buni bortiga keladigan bo'lsak, borti bunaqasi uzunligi 1.50 bo'ladi, eniga 1 metr bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, skuter kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Batafsil ma'lumotni telefon orqali gaplashilaveradi.